Bolaligimdan to hozirgacha qayerda uroshi ichgan bo'lsam, hech birini onajonimni uroshlariga o'xshatmaganman. Bu uroshini siri shundaki, xamirga faqat tuxum, tuz, un solinadi, suv qo'shilmaydi va xamiri qattiq qilib qoriladi. Odatda uroshni xamiriga suv qo'shishadi yokida chuchvara yoki mantilardan qolgan xamirni mayda qilib to'g'rab, o'sha xamirdan urosh tayyorlashadi. Lekin siz shu retsept asosida tayyorlab ko'ring, juda ham katta farqni sezasiz va har doim shu retsept asosida tayyorlaysiz. Ozgina qizigan yog'da kubik to'ralgan go'shtlarimizni solib, biroz qovurib olamiz. Ustidan ziravorlarni solib, yana yaxshilab qovuramiz. Suvi qolmagandan keyin piyoz, bolgarskiy, chesnoklarni solib, yana qovurib olamiz. Svetofor bolgarskiylardan foydalansanglar, juda ham mazali chiqadi. Onajonimning yana bitta sirlaridan biri bu ozgina to'shni mayda qilib to'g'rab qo'shib yuboradilar. Juda ham mazali chiqadi. Hamda qizil tomatni solib, yana yaxshilab qovuramiz. Ketidan kartoshka va sabzini ham mayda kubik qilib to'g'rab qo'shib, biroz qovuramiz. Hamda suv solib qaynatib qo'yamiz. Qaynab chiqqandan keyin tegini pasaytirib 2-3 soatga past olovda miltiratib qaynatib qo'yamiz. Bu orada xamirimizni yoyib olib, shunaqa lenta qilib kesib olamiz va mayda ugralarni kesib tayyorlab qo'yamiz. Pishgan sho'rvamizga ugralarni solib 5-10 daqiqa ichida pishirib olamiz. Like bosganlardan Alloh rozi bo'lsin. Kanalimni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lmaganlar albatta obuna bo'linglar. Bolaligimdan to hozirgacha qayerda uroshi ichgan bo'lsam, hech birini onajonimni uroshlariga o'xshatmaganman. Bu uroshini siri shundaki, xamirga faqat tuxum, tuz, un solinadi, suv qo'shilmaydi va xamiri qattiq qilib qoriladi. Odatda uroshni xamiriga suv qo'shishadi yokida chuchvara yoki mantilardan qolgan xamirni mayda qilib to'g'rab, o'sha xamirdan urosh tayyorlashadi. Lekin siz shu retsept asosida tayyorlab ko'ring, juda ham katta farqni sezasiz va har doim shu retsept asosida tayyorlaysiz. Ozgina qizigan yog'da kubik to'ralgan go'shtlarimizni solib, biroz qovurib olamiz. Ustidan ziravorlarni solib, yana yaxshilab qovuramiz. Suvi qolmagandan keyin piyoz, bolgarskiy, chesnoklarni solib, yana qovurib olamiz. Svetofor bolgarskiylardan foydalansanglar, juda ham mazali chiqadi. Onajonimning yana bitta sirlaridan biri bu ozgina to'shni mayda qilib to'g'rab qo'shib yuboradilar. Juda ham mazali chiqadi. Hamda qizil tomatni solib,